Assalomu alaykum azizlarim. Juda ko'p talab istaklar bo'ldi. Aqlimdagi kishi bilan munosabatlarimiz qanday davom etadi, kelajagimiz nima bo'ladi, rostdan ham meni yaxshi ko'radimi deydigan insonlarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Lichkamga juda ham ko'p yozishdi. Shuning uchun bu haqda ochilim qilamiz. Bilmayman, tinmay insonlar faqat o'sha aqlimdagi kishi bilan nima bo'ladi yo uchinchi insonlar faqat shularga qiziqadi va shularni yozadi. Qayta video qilganman bu haqda, lekin shunday bo'lsa ham yana ayni insonlar tez bu narsa bilan murojaat qilyapti. Birinchi va ikkinchi pozitsiyamizdan bittasini tanlaysiz va boshlaymiz. Birinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz bilan aqlingizdagi kishi o'zi rostdan ham sizni yaxshi ko'radimi deb so'raylik. Bu yerda yaxshi ko'rish ko'rinyapti. Siz uning uchun shaffofsiz, beg'uborsiz, sofsiz. Umuman sizdan ko'ra yaxshiroq insonni hayotida tasavvur ham qila olmayapti. Sizdan yaxshisi bor ekanligi haqida hech qanday tasavvuri yo'q deydi. Xo'sh, bu munosabatlar davom etadimi? Bu munosabatlarda to'siq bor qandaydir. Qanaqa to'siq? Balki bu oila a'zolari tarafidan to'sqinchilik bordir. Ba'zi insonlarimiz uchun, hamma uchun emas, bu общий расклад bo'lgani uchun hamma uchun emas, ba'zi insonlarimiz uchun oila tamoyili ham bo'lishi mumkin. Ya'ni aqlingizdagi kishini oilasi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa majburiyatlari, farzandi, boshqa shunga o'xshash narsalar bo'lishi mumkin ekanligi. Chunki to'siq bor. Xo'sh, bu munosabatlar davom etadimi? Hali beri uzoq bir vaqt davomida bu munosabatlarni davom etishi ko'rinmoqda. Chunki nima deydi? Siz bilan birgalikda chiroyli hayot, oila, hattoki farzand ko'rish niyatlari bor ekanligi, ya'ni bu insonda sizga qarshi niyatlari juda ham jiddiy ekanligi ko'rinyapti. U to'siqlar borasiga kelib turgan bo'lsam, hammada har xil u qanaqa to'siqlaring bor ekanligini sizlardan ko'ra ko'proq biladigan inson yo'q. Bu общий расклад bo'lgani uchun общий, ya'ni bu birinchi pozitsiyani tanlagan insonlarimiz o'rtasida to'siqlar bor ekanligi ko'rinyapti. Lekin kurashda davom etsalaring, albatta deydi, yorqin kelajaklaring bor ekanligi, hattoki oilali bo'lib, farzandli bo'lishlaring ko'rinyapti bu yerda. Ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz uchun aqlingizdagi, ko'nglingizdagi kishi sizni rostdan ham yaxshi ko'radimi? Qarang, aqlingizdagi kishi bilan zaten deydi juda ham ko'p tortishuvlar o'tkazyapsizlar deydi. Bu tortishuvlar deyapti munosabatlaring sovuqlashtirishi mumkin. Sizni yoqtiradimi, yaxshi ko'radimi deydigan bo'lsak, ha, yaxshi ko'radi. Siz uning uchun bebahosiz. Nima deydi? Siz uning uchun umuman yuksakda turgan, qo'l yetmas bir yerda deb tasavvur qilgan insonisiz deydi. Lekin deyapti, juda ham ko'p tortishuvlar bo'lyapti o'rtalaringda yoki kelishmovchiliklar, bir-biringlarni tushunishga harakat qilmayapsizlar deydi. Bu narsalar munosabatlaringda sovuqlashtiryapti. Hali beri sovuqlashmagan bo'lsa ham ko'ngil yarasi paydo bo'lgandan keyin bu yara borgan sari ochilib boravergandan keyin o'rtalaringda ko'rinmas devor, chuqur bir jarlik paydo bo'lishi ko'rinyapti. Bularni oldini olishga harakat qiling. Bu ikkinchi pozitsiyamizda kirgan insonlarimizda ham deydi yarali holati bor. Chunki o'rtada ochiqdan ochiq uchinchi insonlar bor ekanligi ko'rinyapti. Bu narsalar sizni psixologicheski, moralni umuman charchayotgani ko'rinyapti. Lekin aytayaptiki, kuchli bo'ling va kurashing. Agar bu inson, qarshingizdagi inson sizni kurashishingizga arziydigan bo'lsa, albatta kurashing. Xo'sh, davomiyligi bormi bu munosabatlarda? Albatta, bu munosabatlarda davomiylik bor deydi. Chunki nima deydi? O'rtada balkida, endi общий расклад bo'lgani uchun hammada ham bo'lmasligi mumkin. O'rtada balkida uchinchi insonlar bor, lekin g'alaba siz tarafda, kuch siz tarafda, g'alaba siz tarafda, baxt siz tarafda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.